bir jamiyatda adolat uchun kurash bor. Bugun men sizlarga shunday kurash haqida hikoya qilaman. Men yaqinda O'lmas Umarbekovning Fotima va Zuhra asarini mutolaa qildim. Bu kitobda ikki yosh ayol Fotima va Zuhra orqali butun jamiyatning og'riqli muammolari ochilgan. Poraxo'rlik, zo'ravonlik, begunoh odamlarning ustidan bosim. Lekin ular adolat yo'lidan qaytmaydi. Ustoz Abdullajon ham haqiqatni qidiradi. Kitob menga o'rgatgan eng katta saboq adolat uchun jim qolmaslik. Taniqli yozuvchi O'lmas Umarbekovning Fotima va Zuhra romani umrining so'ngida 1994-yilda yozilgan. Asarda milliy ma'naviyatimizdagi salbiy jihatlar, illatlar sarguzasht yo'sinida aks ettiriladi. Muallim oilasida ulg'aygan, ammo jinoyatchilar to'dasiga qo'shilib qolgan erka o'g'il Hamidullaning qimor o'ynab singlisi Fotimani yutqizib qo'yishi bilan ketma-ket turli fojialarga yo'l ochadi. Sultonov kabi yurt kattalarining boylik orttirish maqsadida turli qabihliklar qilishi, insonlardan o'z manfaati yo'lida foydalanishi, bu yo'lda hatto odamlarni vahshiylarcha o'ldirishi kishida nafrat uyg'otadi. Asar rivojida Aliyev, u boshchiligidagi jinoyatchilarga qarshi guruh va Teshaboy Sultonov va u boshchiligidagi jinoyatchilar guruhining ayovsiz kurashiga guvoh bo'lamiz. Bu kurash halol va harom, ezgulik va yovuzlik kurashidir. Bu kurash orqali jamiyatdagi qusurlar ochib beriladi. Ammo bunda mutlaqo begunoh Fotima, uning otasi qurbon bo'ladi. Fotima hayot ostonasiga endi qadam qo'yayotgan yosh qiz. Orzulari osmon qadar keng, qor kabi oq edi. Ming afsuski, hayot beshafqatligi bu gulni xazon qildi. Ammo yomonlik jazosiz qolmaydi. Yaratgan yomonlarni albatta jazosini beradi. Zuhra o'zining jasurligi, qat'iyatligi bilan uncha-muncha yigit qila olmaydigan ishlarini qilib, otasining qasosini oldi. Lekin afsuski, ular endi qaytishmaydi. Asarni o'qish davomida meni Zuhraga rahmim keldi. Fotima va Zuhra asaridagi Fotimaning yozgan xati meni juda ta'sirlantirdi. Bu xatda uning qalbdagi iztirobi, sevgisi va umidsizligi juda samimiy ifodalangan. Har bir so'z yuragimga yetib bordi. Ayniqsa, unga hech kim yordam bera olmagani, faqat yuragidagi dardni qog'ozga tushirgani yurakni ezadi. Bu xat insonning ichki dunyosi, ayol taqdiri va sevgining kuchini chuqur his qilishimga sabab bo'ldi. Odamboy asardagi markaziy qahramonlardan biri bo'lgan. Odamboy Sultonovning o'ng qo'li, eng ishongan odami. Sultonov o'zining qabih ishlarini uning qo'li bilan bajaradi. Odamboy esa xuddi ongsiz robot singari barcha buyruqlarni so'zsiz bajaradi. Kitobxon asarni o'qish davomida Odamboydan nafratlanadi. U hech qachon ismiga mos bo'lmaganini tushunib yetadi. Lekin shunday bo'lsa-da, u butkul salbiy obraz emas. Uning aqli zaif, onasiga mehribonligi, uni yolg'izlatmasligi, unda ham insoniy tuyg'ular borligidan darak beradi. Ushbu asar orqali yozuvchi jinoyat javobsiz qolmasligi, bir kun kelib jinoyatchilar jazosini olishi va qonun oldida javob berishini bayon qiladi. Asarda shu davrga xos illatlar ochiq-oydin ko'rsatib o'tilgan. O'sha davrda avj olgan korrupsiya, asr vabosi bo'lmish qoradori bilan shug'ullanish, insonlarga zulm o'tkazish kabi afsuslar bo'lsinki, bular hozirgi kunda ham dolzarb muammolar hisoblanadi. Yozuvchi bular bilan kurashishda xalq va davlat idoralari birlashishi kerakligini ko'rsatib bergan. Ushbu asar orqali kitobxon yuragini tozalovchi, fikrni boyituvchi saboqlar oladi. Insoniylik, vafodorlik, vafo bu eng ulug' qadriyatlar. Shunday ekan, kimningdir qalbiga kirganimizni uni qadrlaylik, chin do'stni asraylik, mehrni yo'qotmaylik.